Assalomu alaykum. May oyida bo'lib o'tgan milliy sertifikat imtihoniga tushgan aniq integral yechimini ko'rib o'tamiz. Kosinus x va sinus x ni o'rniga tangens bilan bog'langan formulasini keltirib qo'yamiz. Ya'ni sinus 2 alfa va kosinus 2 alfa deb o'ylayman. Sinus x bilan kosinus x ni tangensga bog'langan formulasini keltirib qo'yaman. dx taqsim 12 ko'paytirilgan 1 ayrilgan tangens kvadrat x taqsim 2 1 qo'shilgan tangens kvadrat x taqsim 2 minus 5 ko'paytirilgan 2 tangens x taqsim 2 taqsim 1 plus tangens kvadrat x taqsim 2 qo'shilgan 13. Demak, 1 plus tangens kvadrat x taqsim 2 suratga chiqadi. dx 12 ayrilgan 12 ta tangens kvadrat x taqsim 2 minus 10 ta tangens x taqsim 2 plus mahraj beramiz 13 ga 1 plus tangens kvadrat x taqsim 2 ni 13 plus 13 ta tangens kvadrat x taqsim 2 bo'ladi. Tenglik 1 plus tangens kvadrat x taqsim 2 13 ta tangens kvadrat x taqsim 2 12 tasi ketsa agar tangens kvadrat x taqsim 2 tangens kvadrat x taqsim 2 minus 10 ta tangens x taqsim 2 qo'shilgan 25 demak 1 taqsim 1 plus tangens kvadrat x taqsim 2 degan 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim 2 dx taqsim mahrajimiz tangens x taqsim 2 minus 5 ning kvadrati bo'lyapti. Belgilash kiritib olamiz. Mahrajni belgilaymiz. Tangens x taqsim 2 minus 5 ni qandaydir t deb olsam, hosil olganimda 1 taqsim demak tangens x dan hosila 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim 2 o'zgargan argument hosilasini ko'paytirib beramiz. 1 taqsim 2 bo'ladi. dx barobar dt. Belgilash kiritib olindi. Endi o'rniga yetib qo'yamiz. Bitta 2 ga ko'paytiraman. Bitta 2 ga bo'laman. Xo'sh, demak 1 dt taqsim t kvadrat bo'ladi. 2 kara t ni minus 2 plus 1 taqsim minus 1. Demak, javobimiz minus 2 taqsim t minus 2 taqsim t ni o'rniga keltirib qo'yamiz. Tangens x taqsim 2 minus 5 ni minusni mahrajga kiritib olsak 5 minus tangens x taqsim 2 bo'ladi. 0 pi taqsim 2 edi. Hisoblaymiz. Pi taqsim 2 ni qo'yamiz birinchi. 2 taqsim 5 ayrilgan tangens pi taqsim 4 minus 2 taqsim 5 minus tangens 0. Tangens pi taqsim 4 da 1 ga teng. 2 taqsim 4 minus 2 taqsim 5. 0.5 minus 0.4 0.1 javob 1 taqsim 10. C javob ekan.